Assalomu alaykum, hurmatli Kesh Universal kanali a'zolari. Bugun sizlarga вообще shikolat joy. Mana bu Bursel tomonidan kelish, mana bu M39, bu Xo'ja Xuroson. Mana bu ko'prikka ketish M39lar. Qanchaqon bun joy bor, hamma biladi. Mana bunaqa obyektlarimiz. Bugun sizlarga ishlab turgan mana yo'l ustiga mana bu zapravka. Mana shunday zapravkaning orqasi mana Somon bozor bo'lib turibdi hozir. Mana shu joyimizda obzorni qilamiz. Mana kirib kelishdan ko'ryapsizlar, obzorda chorraha. Shuni chorrahadan to'g'ri kirib kelinadi. Mana 20 sotixdan ko'proq joy. Hozir somon sotilayotgan joy. Любой biznes qilsa bo'ladi. Xohlaylar 3 etaj qilib kompleks quringlar. Bozor qilib qo'ysa ham bo'ladi. Shu turishiga hozir $1000 arenda beradi. Shu turishiga. U ham sal arzon hozir. Shunaqa kelishilgan, ko'p ancha olingan, shu uchun 1000 bo'lib turibdi. Atak bag'dan normalni pul topsa bo'ladi. Mana bu tomoni reshotka bilan o'ralgan, mana bu yoqqa naves qilingan. Mana shu navesning oxiri chegarasi shu joyda. Hozir bu tomonni ham ko'rsataman. Mana ichiga qarovulxona, akvabudka qilib qo'yilgan. Arendaga ishlab turgan joy. 20 tur sotixlar chiqadi. O'lchasa. Mana bu tomoni mana chegara naves tugashi bilan mana shu devor oxiri. Ko'rib turganlaringiz joy katta. Konkretni joy, mana transformatorlar ham alohida qo'yilgan. Metan zapravka qilsa ham bo'ladi. Oldiga zapravka, benzin zapravka turibdi. Shuni yonidan metan zapravka qilsa ham bo'ladi. Xalaqit qilmaydi, dokumentini qilsa bo'ladi. Xohishga qarab endi любой biznes qilsa bo'ladi. O'ylab ko'rib